Toshkent viloyatida 1922 nafar bola zaharlandi. 11 kishi qamoqqa olindi. Bu oddiy xato emas. Bu tizim muammosi. 2025-yil sentyabr oyida Toshkent viloyatida yuz bergan fojia butun mamlakatni larzaga soldi. 1922 nafar bog'cha tarbiyalanuvchisi ovqatdan zaharlandi. Bu oddiy xatolik emas. Bu tizimli muammo edi. Piskent, Bo'ka, Quyi-Chirchiq va Oqqo'rg'on tumanlaridagi bog'chalarda bolalar zaharlanish alomatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. 25-sentyabr kuni ertalab bu holat rasman tasdiqlandi. 1922 bola zarar ko'rdi. 109 nafari kasalxonaga yotqizildi. 13 bola o'rtacha og'ir ahvolda. Bu sonlar ortida minglab oilalarning ko'z yoshlari bor. Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev outsourcing tizimi qonun oldida javob beradi. 11 kishi qamoqqa olindi. Oziq-ovqat yetkazib beruvchilar, bog'cha rahbarlari, sez mutasaddilari. Bizni o'shanda Xudo asradi, dedi hokim. 5-6 milliardlik dori-darmonlar vaqtida yetkazilgan. Ammo bu tizimda chuqur muammolar bor. Bolalarning sog'ligidan xavotirlangan ota-onalar bog'chalar oldida yig'lab turishdi. Ular javobgarlikni talab qilishmoqda. Outsourcing bu zamonaviy yechimmi yoki xavfli tajriba? Davlat bog'chalarida oziq-ovqat sifati ustidan nazorat sust bo'lgan. Shifokorlar kecha-yu kunduz ishlashdi. Bolalarning ahvoli barqaror, ammo ruhiy zarba hali hamon kuchli. Bu voqea jamiyatda katta rezonansga sabab bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari, blogerlar, deputatlar hamma bu haqda gapirmoqda. Bu fojia bizga bir narsani eslatdi. Bolalar eng muqaddas omonat. Ularning salomatligi ustidan nazorat barchamizning burchimiz.